Hop. Assalomu alaykum obunachilar. Mana bugun biz Surxondaryo viloyati Termiz shahrini Sohil markaz mol bozoriga keldik obunachilar. Hozir bu yerda katta mollarni narxini bilib beramiz. Bu yerda boqma buqalar, ona bola mollar, qisir tanalar hammasining narxini sizlarga ko'rsatib beramiz. Like'larni bosib, efirimizda like videolarni bosib efirda maksimal tarqatamiz. Like'lar bosib, bizda hozir YouTube, Telegram, Instagram, TikTok ochilgan. Hammasiga kirib obunachilar bitta like'lar bosib, nasib bo'lsa yangi yilgacha 10 mingta bo'lishni niyat qilyapmiz obunachilar. Padishkada o'tib turasizlar. Biz bo'lsa boshladik. Narxlarni hozir hammasini sizlarga so'rab ko'rsatib beramiz. Aka, o'tkizlar qanchadan bo'ldi? O'tkiz bu Sotildimi? sotildi. Sotildi. Qanchaga sotildi aka? 18 million 700 ga. 18 million 700. Menimcha yoshlari holi yoshiga to'lmagan. Tushirgan. Tishiyorgan, yoshiga to'libdi. Bo'ylari shu 150 bir olmishlar atrofida. Yaxshi, ishlar joyida. 18 million qancha deysiz? 18 million 700. 18 million 700 ga sotilibdi obunachilar. Mana ho'kiz so'raganlarga. Boqma ho'kiz ekan, buni yana boqsa bo'ladi. Boqishga nasib bo'lsa yangi yilgacha inshaalloh normal nasib zo'r bo'ladi aka. Bozoringizni bersin aka. Gap yo'q, hisob. Bu kimdan? Bu ham sizdan? Egasi kimniki ekan bu? Egasi yo'qmi? Zo'r ho'kiz ekan, ko'chat bo'ladigan. Lekin egasi yo'q ekan. Egasini qidiryapmiz, topolmayapmiz. Qaysi? Bumi? Bu nima bu? Tana bu? Qisir ha? Qancha deyapmiz? 2 oylik bo'g'oz. 2 oylik bo'g'oz. 2 oylik bo'g'oz ekan. 18 savdo bo'ladi. 18 deyapsiz. Kelishadigan joyi bormi? 18 savdo bo'ladi. 18 savdosi bo'ldi. Bermadiz. Yo'q. Bo'ldi. Qayerda mol edi tog'a? Namuna 15-chi. Namuna 15-brigada. Inshaalloh qo'shmaymiz. 15-brigada. Namuna o'zimizning qishloqda moli zo'r mol, bo'ladigan mol ekan mana. Olib, boqib nasib bo'lsa 2 oylik bo'lsa yana 7 oydan keyin tug'atdi inshaalloh. Ho'kizcha ikkita tug'ib bersa 8-martga xotin-qizlar bayramiga xudo xolasa sog'ib ichasiz. Aka, bo'ldi. Yaxshi, lekin bo'ladigan nima ekan? Ko'z tegmasin, tana zo'r ekan. Bo'ylari shu bir 160, 170 lar atrofida. Shunday bor. Ular aprelda 1 yoshga to'lganda. Shunday, aprelga 1 yoshga to'lgan. Vaksinalari hammasi qilingan, tog'a. Ishlar joyida. Ayek konkret. Bo'ldi. Ishi hamma tomondan. Bo'ladigan qani ekan. Bu kimdan ekan ona bola? Sizdanmi tog'a? Qancha deyapmiz buni? 45 deyapmiz, kami bor. 45 deyapsiz, kami bor. Shved mol ekan. Tak bolachasi nima? G'unojincha ekan. Urg'ochi, g'unojincha. Xo'sh, 1,5 oylik ichida bolasi. yana ichida 1,5 oylik bolasi bor ekan. O'sha qochganda? Tak nechta sut beradi? 8 litr toza sut beradi 8 bolasi. litr sut beradi, bolasidan tashqari, ichganidan tashqari. Bo'ladi. Uyda sigiring bormi? Bor deydiganlardan ekan. Obunachilar mana 45 deyapsiz, tog'a? Kami bor. Kami bor, kelishadigan joyi bor. Qayerda mol edi? Termizda, o'zimiz Termiz shahrining mollari. Mana arqa tomondan ko'rsak, korpuslarini. Qayer? Surxon gazisining orqasida ekan. Fiat mikrorayon. Bo'ldi. Devatka, bo'ldi, bilamiz. Sigir lekin yaxshi ekan. Bolasi 3 oylik. G'unoji nasib bo'lsa bu ham 1 yildan keyin bittan tug'ib beradi. 5 ta mol bo'ladi, 2 ta mol inshaalloh. Bular kimdan ekan? Bu ko'chatchalar. Ko'chatchi sizdanmi aka? Egasi yo'q, ketib qoldi. Bo'ldi. Xo'p. Bu buzovcha ona bola mana. Kimdan ekan bu? Akadanmi? Assalomu alaykum. Sizdanmi? Yo'q, bo'ldi. Egasi yo'qmi deymiz? Ona bola so'rayapti ko'plar. Bilganimizda narxini hozir aytib o'tib ketarik. Egasi yo'q. Xo'p, bu nima ekan? Tanami? Assalomu alaykum. Bu tak. G'unojin bolasi qisir ili qanday? 2 tuqqan sigir. 2 tuqqan sigir. Hozir nima? Qochmaganmi ichida? Yo'q, qisir demagan. Qisir sigir ekan obunachilar. 2 ta tuqqan ekan. Narxini qancha deyapmiz aka? 20 deyapmiz. 20 deyapsiz. Kelishadigan joyi bor. Bo'ldi. Qayerda mol ekan aka? Termiz tuman namuna. Termiz tuman namuna. Nechinchi bo'lim? 5-brigada. 5-brigada bo'ldi. O'zimizning namunani mol ekan. Namunani mollari o'zi sog'lom bo'ladi hammasi. O'zim namunada katta bo'lganman. Gap yo'q aka. Izi bor so'raganlarga. Yo bitta shu qoldimi? Bor. Bor, topamiz. Bo'ldi. Katta sigir ekan lekin. Bo'ladigan.
sigir qilsa ham bo'laveradi. Bo'ldi aka, bozoringizni bersin. Xo'p. Bu kimdan ekan bilmaysizmi? Egasi yo'q, ha? Egasi yo'q. Yo'q, bilan nima edi bu? Ko'chatcha so'raganlar kimdan ekan aka bular? Egasi. Yo'q, egasi. Aka kimdan bular? Yo'q, ha? Kelamiz, egasi yo'q. Kelamiz, egasi yo'q. Bu sizdanmi bular? Qaysi? Bitta, ikkita, uchta, ha? Qancha deyapmiz aka? 20 milliondan. Hali bular yoshiga to'lgan, yo'li to'lmagan, ha? Buzoq ekan, ha. Xo'p, 20-21 deyapsiz. Kelishadigan joyi bor, ha? Yo'l qayerda mollar ekan aka? Ha? Portdan, ha, bo'ldi, port, o'zimiz port. Shahar mollari ekan. Boqishga taylab qo'ysangiz, nasib bo'lsa, yaxshigina effekt beradi. Nimalar qilingan, vaksinalar joyida. Bo'ldi. Yana borasizlar, so'raganlarga. Dastlabki xizmatlarni qo'yib beramiz, gaplashib kelishib, so'raganlarga. Bo'ldi. Bo'ladigan o'tkazlar ekanlar. Olib taylab qo'ysa hozirdan. Bo'ylari shu 140-150 lar atrofida. Assalomu alaykum. Hop, siz yaxshimisiz? Bormisiz? Yaxshimisiz? Qani mollar bormi sizda? Yo'q, sotildi. Ha, sotildi. Bu yerda kimga egalari? Ana, aha, bo'ldi, geldi. Bir so'rab ketamiz endi. So'rab deydi, Makkani topibdi deydi-ku. Assalomu alaykum. Akalar, ho'kizlar kimdan ekan? Yaxshimisiz? Yo, bismillah. Zo'rmisiz? Yaxshimisiz? Bular qanday? Yo'q, bu mendan. Ha, mana bu sizdan, ha? Hop, boqilgan tayyor buqa ekan, ha bu. Ha, boqilmagan. Ha, boqishga hali taylash kerak. Bo'ldi, qancha deyapmiz aka buni? 30 deyapmiz. 30 million deyapsiz. Kelishadigan joyi bor. Bor, ha? Bo'ldi. Qayerda mol ekan? Qizirar, ha, o'zimiz Qizirada mol. Bo'ldi. Hop. Bo'ylari shu bir 37 o'lchangan. 1.37 ta, ha. 1.37 ekan bo'ylari. Yoshi qanday bu? Yoshi aniq emas. Menimcha shu tish buzgan o'zi. Ha, tish buzgan. Bo'ladi. 4 kurak. Ha, gidech 2 kurakdan o'tgan. Bo'ldi. Mana orqa korpuslarini ko'rsatdik, lekin bo'ladigan ho'kiz ekan. Juda katta, yirik. Aka, bu kimdan ekan, sizdanmi? Egasi yo'qmi? Sizniki qaysi? Mana olmi? Kep bormaydi. Men nima qildim deydi-ku. Qancha deyapmiz aka buni? Shvedda. Ha? 30 aytilishi. 30 deyapsiz aytilishi. Kelishadigan joyi bor. Bo'ylari shu bir 30-140 lar atrofida. Aha. Tak, yoshlari qanday? 1 yoshdan o'tgan, tish buzibdi-da, demak. Aha, bo'ldi. Qayerda mol edi aka bu? Shahar, Termiz shahrining moli ekan. Obunachilar, ana. Buqamiz ham buqa ekan. Olib boqishga tashlasa ham bo'ladi. So'yib yuborsa ham bo'ladi. Tayyor ekan mana. Juda yirik, ko'rinishidan uzun. Aka, vaksinalar hammasi qilingan, joyida. Yeb-ichishlar joyida. Bo'ldi. Bu kimdan ekan bilmaysizmi? Egasi yo'qmi? Egasi. Sizdanmi aka? Kimdan ekan? Ha, sotildimi? Qancha sotildi? Ha, 26 millionga mana shu sotilibdi. Bo'ylari shu 140-150 atrofida bo'y uzun, baland ekan. Mana sotildi. Ha, bo'ldi. Yangi paylab qo'yib, demak sotilgan. Ketadi hozir bu. 29 millionga mana shu buqamiz sotilibdi, obunachilar. Qimmatmi, arzonmi aytib ketaverasizlar. Kommentariyaga yozib qo'yaverasizlar. Bu kimdan ekan aka, sizdanmi? Bak, bu ham sizdan, ha? Akamiz telefonda gaplashayotgan ekan. Ye. Bu yerda ham bor oz mollar, bulardan narxi bilamiz. Ko'chat buqalarni. Ko'chat so'raganlar, kimdan ekan aka bular? Kimdan aka? Egasini bilmaysizmi?
Qancha bo'ldi? 13 million. Bu nima bu? G'unochana, tanacha. Bo'ldi. Bo'ylari shu bir 80 plus 1 xullas. Atrofida 13 million deyilyapti. Kelishadigan joyi bor, ha? Qayerda mo'g'li? Shu yerda-ku, Termizda. Qara, ushlab ol, qochib ketmasin. Mana obunachilar 13 million deyapti, mana shu g'unochani. Kelishadigan joyi bor ekan.